Baytul Muqaddasga safar va Mi'raj. Payg'ambar alayhisalomning da'vati mushriklarning zulm va ziyonkashliklari tufayli g'alaba va mag'lubiyat o'ttirsida qadr ahvol yo'l ichib ilgirlayotgan va yiroq ufuqlarda g'alba yulduzlari g'ilpal nur chechib ko'rinayotgan bir paytda Rasulullohga Baytul Haromdan Baytul Muqaddasga sayr qilish va u yerdan Allohning dargohiga Mi'rojga chiqish sharafi muvaffaq qilindi. Mi'rojning vaqtini muqim bir vaqtga tayin qilish to'g'risida tövandikidek o'xshamas qarashlar mavjud. 1. Isro. Makkadan Baytul Muqaddasga sayr qilish, ondan Allohning dargohiga Mi'rojga chiqish. Bu sharaf Rasulullohga payg'ambarlik vahiy nozil bo'lgan yili muvaffaq qilingan. Bu Imom Tabariyning qarashi. 2. Rasululloh payg'ambar bo'lib 5-yili muvaffaq bo'lgan. Buni Navaviy Qurtubiy quvvatladi. 3. Bi'satning 10-yili Rajab oyining 27-kuni muvaffaq bo'lgan. Bu Alloma Mansur Furiyning tanlig'idir. 4. Hijratdan 16 oy ilgari, ya'ni Bi'satning 12-yili Ramazon oyida bo'lgan. 5. Hijratdan 14 oy ilgari, ya'ni Bi'satning 13-yili Muharram oyida bo'lgan. 6. Hijratdan soq 1 yil burun, ya'ni Bi'satning 13-yili Rabiul Avval oyida bo'lgan. Oldidagi 1, 2, 3 qarash birdek rad qilindi. Chunki Xadicha radhiyallohu anha Bi'satning 10-yili Ramazon oyida vafot bo'lgan. U chaqda texi 5 vaqt namoz farz qilingan edi. Vaholanki 5 vaqt namozning Mi'roj kechasida farz qilinganligida shak yo'q. Ammo keyingi 3 xil qarashga kelsak, hech qaysini quvvatlaydigan dalilga ega emasmiz. Biroq Sura Isroning siyoqidan qaraganda Mi'roj hijratga nihoyat yaqin oraliqda yuz berganligi ma'lum. Hadisshunos olimlar voqeaning tafsilotini tövandikidek bayon qildi. Uni qisqartib so'zlab o'tamiz. Ibn Qayyum mundoq deydi: Payg'ambar alayhisalom sahih rivoyatga asoslanganda ashu muborak tini bilan buroqqa minib Jibril alayhisalomning hamrohligida Masjidil Haromdan Baytul Muqaddasga sayr qildirildi va u yerda tushib payg'ambarlarga imom bo'lib namoz o'qidi. Buroqni masjid darvozasining bir halqasiga bog'lab qo'ydi. Ondan shu kechasi Baytul Muqaddasdan 1-osmonga o'rnatildi va Jibril alayhisalom Rasululloh uchun osmonning darvozasini ochishni talab qilgan edi. Osmon darvozasi ochildi. Rasululloh u yerda Odam otini ko'rdi va uningga salom berdi. Odam ota Rasulullohni qizg'in qarshi oldi va uning salomiga alayka deb yondirdi va Rasulullohning payg'ambar bo'lganligini tabrikladi. Allah Rasulullohga shahidlarning ruhlarini o'ng yondan, shaqi nokaslarning ruhlarini so'l yondan ko'rsatdi. Ondan u 2-osmonga o'rnatildi va 2-osmon darvozasi ochildi. U yerda Yahya ibn Zakariya va Isa ibn Maryam alayhisalomlarni ko'rdi. Ular bilan muloqot bo'lib, ularga salom berdi. Ularmo Rasulullohga salom qaytardi va uning mi'rojini qizg'in qarshi oldi va payg'ambar bo'lganligini tabriklashdi. Ondan 3-osmonga o'rnatildi. U yerda Yusuf ibn Yaqub alayhisalomni ko'rdi va uningga salom qildi. Yusuf alayhisalom Rasulullohga salom qaytardi va uni qizg'in qarshi olib, payg'ambar bo'lganligini tabrikladi. Ondan 4-osmonga o'rnatildi. U yerda Idris alayhisalomni ko'rdi va uningga salom berdi. Idris alayhisalom Rasulullohni qarshi olib, uning payg'ambar bo'lganligini tabrikladi. Uningdan keyin 5-osmonga o'rnatildi. 5-osmonda Harun ibn Imron alayhisalomni ko'rdi. Payg'ambar alayhisalom uningga salom qildi. Harun alayhisalom uni qarshi oldi va uning payg'ambarligini tabrikladi. Uningdan keyin 6-osmonga o'rnatildi. Payg'ambar alayhisalom u yerda Musa alayhisalomga uchrashdi va uningga salom qildi. Musa alayhisalom Rasulullohni qizg'in qarshi oldi va uning payg'ambar bo'lganligini tabrikladi. Rasululloh Musa alayhisalomning qishidan ozroq o'tib edi. Musa alayhisalom yig'lab tashladi. Uningga "Nimishga yig'laysan?" deyilgan edi. U bir o'g'lon mendan keyin payg'ambarlikka avatildi va uning ummatidan jannatga kirdiganlar mening ummatimdan jannatga kirdiganlardan ko'p bo'lganligi uchun yig'layman, dedi. Ondan 7-osmonga o'rnatildi. U yerda Ibrohim alayhisalom bilan uchrashdi va uningga salom qildi. Ibrohim alayhisalom Rasulullohni qizg'in qarshi oldi va uning payg'ambar bo'lganligini tabrikladi. Ondan Rasululloh Sidratul Muntahaga ko'tarildi. Uningdan keyin Baytul Ma'murga o'rnatildi va u yerdan Rasulullohni Jabbar Taala bandalariga xohlaganini qildira oladigan azimatlik Alloh subhanahu va taolaning dargohiga o'rnatildi va uningga yaqinlashib, hatto 1-2 o'q miqdori yoki uningdan yaqin oraliqda turdi.
Bu chaqda Alloh taolo o'z bandasi Rasulullohga bir qator vahiylarni qildi va uningga 50 vaqt namozni farz qildi. Shuning bilan Rasululloh Allohning dargohidan qaytib, Musa alayhisalomning qishidan o'tib edi. Musa alayhisalom: "Alloh seni nimaga buyurdi?" dedi. Payg'ambar alayhisalom 50 vaqt namozga deb javob berdi. Musa alayhisalom: "Sening ummating buningga taqat keltirolmaydi. Sen Parvardigoringning dargohiga qaytib, uningdan ummatingga yangilatib berishini tilagin", dedi. Rasululloh Jibril alayhisalomga maslahat solgandek qilib qarab edi. Jibril alayhisalom: "Ha, xohlasangiz", deb ishorat qildi. Shuning bilan Jibril alayhisalom Rasulullohni yuqoriga o'rlatib, Jabbar taoloning dargohiga elib chiqdi. Vaholanki Alloh o'ziga xos makonda edi. Bu Imom Buxoriyning ba'zi lafzining iborasi. Alloh uningdan 10 vaqtni ko'tarib yetib berdi. Ondan tövanga tushdi. Musa alayhisalomning qishidan o'tib, uningga xabar qildi. Musa alayhisalom yana Parvardigoringning dargohiga qaytib, yana yeniklatib berishni tilagin, dedi. Shuning bilan Rasululloh Musa alayhisalom bilan Allohning dargohi orliqida berib kelib yurib, oxiri Alloh uni 5 namozga qoldirib berdi. Va shu chaqdimi Musa alayhisalom Rasulullohni Allohning dargohiga qaytib, yanada yangilatib berishni talab qilishga buyurgan edi. Rasululloh: "Chuqumki, men Parvardigorimdan hayo qildim. Endi men uning qismatiga rozi bo'laman va uning farziga taslim bo'laman", dedi. Rasululloh Musa alayhisalomning qishidan yiroqlab mengib edi. G'oyibdan: "Farzimni bekitib etdim va bandalarimdan ko'p yeniklatdim", deb nido keldi. Mushu yergacha bayon qilingandan keyin Ibn Qayyum Rasulullohning Alloh tabarak va taoloni o'z ko'zi bilan ko'rganligi to'g'risida ixtilof borligini aytdi va Ibn Taymiyaning mushu haqdagi so'zini tilga oldi. Tekshirib tadqiq qilishning natijasi shu bo'ldiki, ko'z bilan ko'rish Rasulullohga aslo muyassar bo'lgan emas. Ham Rasulullohning o'z ko'zi bilan ko'rgan deganni hech qaysi bir sahoba demagan. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan naql qilingan Rasululloh Allohni dili bilan ko'rdi degan hadislar bir-biriga zid emas. Ibn Qayyum yana mundoq dedi: "Ammo Alloh taolaning sura Najmdagi ondan u asta-asta yaqinlashib tövanga sanqildi. Qur'oni Karim sura Najm 8-oyatdagi yaqinlashish Mi'roj qissasida zikr qilingan yaqinlashish bilan bir emas. Sura Najmda zikr qilingan yaqinlashish bo'lsa, Jibrilning yaqinlashishi va uning tuvan tushishidir. Oisha va Ibn Mas'ud radhiyallohu anhumalarmi ham shu qarashda. Oyatning siyoqimi ham shuni ko'rsatadi. Ammo Mi'roj hadisda zikr qilingan yaqinlashish va tuvan tushish deganlar Alloh tabarak va taolaning tuvan tushishi va uning yaqinlashishi ekanligi nihoyat aniq. Sura Najmda zikr qilingan tuvan tushish bilan zid kelmaydi. Chunki sura Najmdagi u Rasululloh uni Sidratul Muntahaning yanida yana bir qatim ko'rdi. Degini u cho'qim Jibrilni ko'rdi degan bo'ladi. Chunki Rasululloh Jibrilni asli suratida 2 qatim ko'rgan. Bir qatim mushu zamonda, yana bir qatim Mi'rojda Sidratul Muntahaning qishini ko'rgan. Alloh taolo hammadan bakroq olimdir. Mushu qatim Rasulullohning ko'kriga yerilish vaqasi yuz berdi. Hamda ziyorat davomida tövandagi bir qancha ishlarga duch keldi. Rasulullohning oldiga sut va aroq keltirildi. Rasululloh ikkilanmasdan sutni tanladi. Uningga to'g'ri yo'lga hidoyat qilindi yoki to'g'ri yo'lni topding. Navoda sen aroqni olgan bo'lsang, ummating ezib ketgan bo'ladi, deyildi. Jannatda 4 daryoni ko'rdi. Ikkisi oshkora va ikkisi yoshirin edi. Oshkora 2 daryo, Nil daryosi va Furat daryosi deb tunishtirildi. Buning ma'nosi Rasulullohning elchiligi Nil va Furat daryosi vodilaridagi keng munbat zaminlarda yiltiz tortib, uning aholisining qalbidan cho'nqur o'rin oladi va bu joylarning aholisi yaqin kelgusidan boshlab avlodma-avlod islom tug'ini egiz ko'targichlar bo'ladi degan bo'ladi. Aksicha bu daryolarning kelish manbai jannatdan keladi degan bo'lmaydi. Ziyorat davomida Rasululloh do'zaxning malikini ko'rdi. U qat'iy kulmaydi. Uning chiroyida tabassum va xushxo'ylikdan qilcha asar yo'q edi. Shuningdek, Rasululloh yana jannat va do'zaxning tafsilotidan xabardor bo'ldi. U yana yetimlarning mol-mulkini, nohaq yevalganlarning eg'iz burun lavlarini tugining kamchuklariga o'xshash qo'pol, ko'rimsiz holatda ko'rdi. Ularning eg'iz burunlariga avonchi toshlardek cho'g' parchalari to'p-to'pilab tiqilatdi. Ondan u toshlar shu amon ularning orqa maqatlaridan etilib chiqatdi. Rasululloh jazonixo'rlarning qo'rsoqlari yo'g'nab, to'lim qo'rsoq bo'lib ketganligini ko'rdi. Ularning qo'rsoqlari bak cho'ngib ketganlikdan
ular o'z o'rinlaridan tamshilolmaydi va yo'tkilishga majoli yetmaydi. Fir'avn jamiyati va uning oila tavobatlari dovzaqqa qoqilinish uchun elib chiqilganda, elqi jazonixo'rlarning ustidan o'tib, ularni dastlab oyoq osti qilib mang'atdi. Zinaxo'r fohishvozlarning oldida mazzilik, puroqliq, semiz go'sht qo'rimlari turmoqda. Yana bir chetda shallak, uruq, batbo'y, sesiq, maynat go'shtlar turmoqda. Vaholanki, ular oldidagi mazzilik, hid puroqliq go'shtlarni tashlab qo'yib, yenidagi maynat, paskini go'shtlarni makaldatib, chaynab turayotganligini ko'rdi. Rasululloh yana mahramlik salohiyati bo'lmagan erlar bilan tortinmasdan aralashib yuradigan shalloq xotin qizlarning amchaklaridan esib qo'yilganligini ko'rdi. Rasululloh yana Baytul Muqaddasga berish kelishdiki, ikkili qitimda Makkaliklarning Sham tarafdan kelayotgan bir tijorat karvonini ko'rdi va ularning to'pdan ayrilib ezib qolgan bir tugisini ko'rsatib qo'ydi. Va ular uxlab qolganda eg'izi etib qo'yilgan bir to'ngdan suv ichib, ondan qochini o'z beticha mahkam etib qo'ydi. Dal mushu ish Rasulullohning Mi'raj kechasining atigini uning so'zining rostligini isbotlaydigan birdan-bir moddiy paket bo'lib qoldi. Ibn Qayyum mundaq deydi: Atisi atigan Rasululloh Quraysh xalqiga Alloh uningga ko'rsatgan bu katta mo'jizani bayon qilib berdi. Ularning Rasulullohga bo'lgan gumoni texmi kuchaydi. Aziyat, kulfat yetkazish va ziyon zahmat selishi eshib bordi. Ular Rasulullohdan Baytul Muqaddasni tasvirlab berishni talab qilgan edi. U Baytul Muqaddasni ko'z oldida ko'rib turgandek, muhim joylarini aniq va aynan tunishtirib berishga boshladi. Ular Rasulullohga radiyat qaytara olmay dong etib qolishdi. Rasululloh yana ularning karvonining safar yo'linishini va qaytib kelayotganligini xabar qildi. Bo'libmi karvonning yetib keladigan vaqtini xabar qildi. Hatto karvonning eng oldida minib kelayotgan tugunini aytib berdi. Amaliyotda Rasululloh degandek chiqdi. Lekin bu ularning nafratini oshirib etdi va kofir zolimlar kufrining g'ayriga ibo qilishdi. Aytishlar qaraganda Abu Bakrini Siddiq deb atilishi, uning bu voqeani hamma odam yolg'on deb gumon qilganda, u ikkilanmasdan rost deb tasdiqlaganligi uchun ekan. Xo'sh, endi bu safar nima uchun o'rlashtirilgan degan savolga berilgan eng qoyil qilarliq va ixcham javob Alloh taolaning tuvandagi oyatidir. Uningga bizning qudrat oyatlarimizni ko'rsatish uchun. Qur'oni Karim Sura Isro 1-oyat. Allah o'z dargohini ziyorat qildirish ishi Allohning jami payg'ambarlariga yo'l qo'yilgan qonundir. Alloh taolo Sura An'amda İbrahimning tavhid borasida qat'iy ishonguchilardan bo'lishi uchun uningga otasi bilan qavmining gumrohligini ko'rsatganimizdek, biz Ibrohimga osmonlarning va zaminning ajoyibotlarini ko'rsatdik. Qur'oni Karim Sura An'am 75-oyat dedi. Allah bu irodasini o'zining qat'iy ishonguchilardan bo'lishi uchun degan oyat orqali tushuntirdi. Payg'ambarlarning ilmiy tonishi mo'jizalarni amaliy ko'rishga birlashtirilgandan keyin mo'ljalligisiz darajada jazmlashadi. Anglagan ko'rganga yetmaydi. Shuning uchun ular, ya'ni payg'ambarlar Alloh yo'lida boshqalar sabr qila olmaydigan ig'irchiliklarga sabr qila oladi. Dunyodagi dushman kuchlarning hammasi ularga mislsiz jafo mushaqqat ko'langanlarni qancha aybi bilan planlasimi, bu ularning nazarida boshining qontichilik vazniga o'ltirmaydi. Mi'raj safarining boshqa sohalarga chetildigan hikmat va sirlarni tadqiq qilish o'rni garchi islom falsafasiga oid kitoblar bo'lsa-mu, lekin bu yerda Ash muborak ziyoratning buluqidan etilib chiqib, Rasulullohning hayot bag'chisiga qo'yilgan bir qancha jumla to'g'ri yakun tomchilarini so'zlab o'tamiz. Sura Isroni tilovat qilgan har qanday bir qori bu surada Alloh Mi'raj voqeasini faqat birla oyat tilga olib, orqadilla Yahudiylarning rasvochiliklari va ularning jinoiy qilmishlarini bayon qilishga tutish qilib ketganligini, ondan ularga Qur'oni Karim to'g'ri yo'l boshlaydi deb ogohlantirish berayotganligini ko'rdi. Bu chaqda u qori bu ikki oyatning o'zaro hech qanday munosabati yo'q ekanini deb o'ylab qolishi mumkin. Vaholanki, ish qorining o'ylig'indek emas. Allah bu xil ibora keltirish va ifodalash uslubi orqali Mi'rojning tunji bekiti Baytul Muqaddas qilib bekitilishi, Yahudiylar huquq mansab tutish salohiyatini yo'qotadigan qabiy jinoyatlarni sodir qilganligi uchun insoniyatga rahbarlik qilish huquqidan elib tashlandi. Bu huquq va mansabni cho'qim o'zining yangi payg'ambariga elib berib, uningga Ibrohim alayhisalom da'vat elib borgan markaziy bazalarning ikkilisini birlashtirib berdi. Mana hozir insoniyatni ruhiy jihatni yetaklash huquqi o'z tarixini aldamchilik, xiyonatkorlik, gunoh, isyonkorlik va haddidan eshish jinoyatlari bilan to'shqizib o'tgan bir millatdan vujudidan yaxshilik va fazilat urg'ib turadigan, payg'ambari hidoyat nur bo'lgan
Qur'on vahiysi bilan bahramand bo'layotgan ulug' bir millatga yetkilish vaqti yetib keldi deganni ishorat qilmoqchi edi. Lekin bu huquq qandoq o'tkazib olinadi? Halbuki Rasululloh Makka tog'larida kishilar tarafidan qo'g'londa qilinib sarson holatda yuribotsa, mana bu savol tugunchini yeshib, yana bir haqiqatni ichib berdi. U bo'lsa-mu islom davlatining birinchi bosqichi oyoqlashish va tamom bo'lishga oz qoldi. Hamda usuli avvalqiga tubdan o'xshamaydigan yana bir bosqichliq da'vat yaqinda boshlanadi degan haqiqat edi. Shunga biz ba'zi oyatlarning mushriklarga qarta ochiq-oshkor ogohlantirish va qattiq tanbeh berayotganligini ko'ramiz. Biror shahar aholisini aloq qilmoqchi bo'lsak, uningdagi davlatman odamlarni bizga itoat qilishga buyuramiz. Ular itoat qilmay pisqi qiladi-da, ularga azobimiz haq bo'ladi. Shuning bilan ularni qo'rqinchli ravishda aloq qilamiz. Qur'oni Karim sura Bani Isroil 16-oyat. Nuhdan keyin payg'ambarlarni inkor qilgan nurg'un ummatlarni aloq qildi. Parvardigoring bandalarining gunohlarini to'liq bilib turishda, ko'rib turishda yetarlikdir. Qur'oni Karim sura Bani Isroil 17-oyat. Alloh taolo bu oyatlarga ulabla musulmonlar xuddi ayrim bir zaminni egallab, u zaminda o'z ishlarini har qaysi jihatdan puxtalab, mukammal bir ijtimoiy tartib o'rnatib bo'lgandek, ularga taraqqiyot qoida usullarini va islomiy jamiyat barpo qilishning prinsip belgilamalarini o'rgatdi. Buningdan maqsad payg'ambar alayhisalom yaqin kelgusida da'vat ishlari qizg'in qarshi elinadigan nihoyat bexatar bir panohgoh tepib oldiki, u joy dunyoning har qaysi joylariga din tarqitish markazi bo'lib qoladi deganni uqtirdi. Mana bular Rasulullohning bu muborak safarining bizning tadqiq qilishimizga arziydigan sirlaridan bir sirdir. Biz bu yerda uni so'zlab o'tishni ixtiyor qilib qoldik. Xo'sh, mana mushundaq asror va hikmatlarning sababidan Isro voqeasi birinchi Aqaba baytining oldida yoki ikkinchi bayatning o'ttirsida muvaffaq qilingan deymiz. Vallohu a'lam. Da'vat yo'li to'silganda kafirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh ushbu yo'lda Japan bu din uchun